Assalomu alaykum azizlar. Shifokor, ya'ni vrach bo'lganim uchun temir yetishmovchiligi hisobiga qon anemiyasi, ya'ni qondagi gemoglobinni kamligi haqida ota-bobomiz qo'llagan usulni meditsina yo'li bilan xalq tilida tushuntirishga harakat qilamiz. Qondagi gemoglobin kamligi, ya'ni anemiya kelib chiqish sababi bir necha xil bo'ladi va shifokorlar qon analizi qilib sababini tekshirishadi. Anemiya kasalligining bir turini kelib chiqishiga organizmda temir yetishmovchiligi ham sabab bo'ladi. Qondagi gemoglobinni oshirish uchun birinchi iloji bo'lsa, ya'ni topish oson bo'lsa, sutda anjirni 1-2 minut qaynatib iste'mol qilinadi. Sababi anjirni quritilganini iste'mol qilish qiyin bo'ladi. Agarda sutga solinsa, anjir yumshab, iste'mol qilish oson bo'ladi. Quritilmagan anjirni suvda qaynatish shart emas. Sut oshqozon shirasini ajralib chiqishiga, jigarda o't hosil bo'lishiga foydali ta'sir qiladi. Anjirda esa foydali fermentlardan amilaza, proteaza fermentlari bor bo'lib, xalq tilida ovqatni hazm qilishda qatnashadi. Anjirlik sutni ichgandan so'ng 1 soat, 1,5 soatdan keyin quyidagilarni iste'mol qilish kerak. Ikkinchi, chala pishirilgan tuxum yaxshiroq hazm bo'ladi. Yana tuxumda oqsil moddasi ko'p bo'ladi. Oqsil esa qon hujayralari va gemoglobin hosil bo'lishi uchun kerakli modda hisoblanadi. Tuxum o'rniga qaynatilgan go'sht iste'mol qilsa ham bo'ladi. Uchinchi, yong'oq. Yong'oqda vitamin E, kobalt, temir va boshqa moddalar bor. Vitamin E yangi hujayralarni hosil bo'lishda qatnashsa, ya'ni fan tilida hujayralarni bo'linishida qatnashsa, kobalt moddasi vitamin B12 ni tarkibiga kiradi. Kobalt moddasi bo'lmasa, vitamin B12 hosil bo'lmaydi. Vitamin B12 bo'lmasa, qon hosil bo'lmaydi. Demak, kobalt moddasi muhim hisoblanadi. Temir moddasi qondagi gemoglobinni tarkibida bo'ladi. To'rtinchi, yer yong'oqni tarkibida globulin, vitamin E va boshqa moddalar bor. Vitamin E to'g'risida yuqorida aytildi. Hammaga ma'lum, globulin esa qondagi gemoglobinni tarkibida bo'ladi. Beshinchi, qovoq urug'i tarkibida selin, temir, vitamin E va boshqa moddalar bor. Qovoq urug'ini chaqilganini bozorda sotiladi. Bu chaqilgan urug'ini ham foydaligi haqida hech qaysi kitobda yozilmagan. Shuning uchun ishonchli bo'lgan, ota-bobomiz ekib kelgan va hozir ham ekishadigan qovoq urug'ini tavsiya qilamiz. Qovoq urug'ini ichini chaqib urug'ini olib o'tirish shart emas. Sababi qovoq urug'ini po'chog'i kletchatka hisoblanadi. Kletchatka, ya'ni ovqat tolasi, organizmga kerak hisoblanadi. Qovoq urug'ini tarkibidagi selin moddasi vitamin E ni ta'sir kuchini oshirib beradi. Demak, selin moddasi muhim hisoblanadi. Shuning uchun qovoq urug'ini ham iste'mol qilish kerak hisoblanadi. Oltinchi, iloji bo'lsa, mayiz iste'mol qilish kerak. Danaklik danagini tarkibida foydali moddalar ko'p bo'ladi. Yettinchi, asal. Asal to'g'risida hamma yaxshi bilgani uchun bu to'g'risida ma'lumot bermadik. Yong'oq, yer yong'oq, qovoq urug'i, mayiz, shularni iloji boricha maydalab, asalga aralashtirib dori tayyorlanadi va 2-3 mahal iste'mol qilinadi. Har kuni yong'oq iste'mol qilamiz yoki asal iste'mol qilamiz yoki mayiz iste'mol qilamiz. Foydasini bilmaymiz degan o'rinli savol berishadi.
foydasini bilmasligining sababi bu mahsulotlarni bir o'zini iste'mol qiladi. Isboti qovoq urni qo'shib iste'mol qilmaydi yoki yer-yong'oq iste'mol qilinmaydi. 8. Iloji bo'lsa o'rik va uning danagini ham iste'mol qilsa yaxshi bo'ladi. Chunki o'rik danagidagi amigdalin glikozidi yurakka foyda. 9. Albatta jigarni suvda qaynatib iste'mol qilish kerakligining sababi jigar yog'da qovurilsa, yog' qon hosil bo'lishiga salbiy ta'sir qilishi. Kassirskiy klinik gematologiya darslik 1970-yil 172-betda yozilgan. Jigar tarkibida temir, kobalt moddasi ko'p bo'lishiga sabab xalq tilida aytganda organizmda temir, kobalt moddalarini saqlovchi omborxona hisoblanadi. Tilda esa temir, kobalt moddalari to'planmaydi. Shuning uchun jigarni iste'mol qilish kerak. Jigarga qo'shib, go'shtni ham qaynatib iste'mol qilsa, tuxum iste'mol qilmasa ham bo'ladi. Chunki go'shtda ham oqsil moddasi bor. Go'shtni ham me'yordan ortiqcha iste'mol qilinmaydi. Jigarni bug'da ham pishirib iste'mol qilsa bo'ladi, lekin eng yaxshisi suvda qaynatib iste'mol qilish hisoblanadi. Qisqacha qilib aytganda, ertalab nonushtaga sut, anjir, jigar, go'sht yoki tuxum, asalga aralashib tayyorlangan dorini iste'mol qilish kerak. Bu mahsulotlarni 7-15 kun iste'mol qilib, 7-15 kun iste'mol qilinmaydi va so'ngra yana iste'mol qilish takrorlanadi. Yuqorida aytilgan mahsulotlarni topish oson va arzon, ham organizmga zarar keltirmaydigan mahsulot hisoblanib, immunitetni ham oshiradi. Yog'i olinmagan sut, qatiq, tvorog, suzmani esa ovqatdan 1,5 soat oldin yoki keyin iste'mol qilishning sababi kalsiy moddasi temirni organizmga bo'lgan ta'sirini pasaytiradi. 10. Iste'mol qilish mumkin bo'lmagan mahsulotlar: sirka, uksus va yog'li ovqatlar. Sirka, uksuslar qondagi eritrotsitlarni kamaytiradi. Ovqat bilan birga kofe, kakao, achchiq choy ichib bo'lmasligining sababi bularning tarkibida tannin moddasi ovqat tarkibidagi temir va boshqa moddalarni so'rilishini keskin pasaytiradi. Yuqorida aytilgan moddalarni organizmga bo'lgan ta'siri to'g'risidagi ma'lumotlar meditsinada o'qiladigan kitoblardan. Aziz va farmakologiya darslik 2002-yil. Akademik Karimov darslik 2015-yil. Kassirskiy klinik gematologiya darslik 1970-yil 172-bet. Najmiddinov klinik gematologiya asoslari darslik 1998-yil va boshqa kitoblardan olingan ma'lumot hisoblanadi. Fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirsangiz xursand bo'lamiz.